Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Tolipova Malika Salohiddinova, Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi. Sizlar bilan bugun Introduction to Tourism fanidan turizmning ijtimoiy va madaniy jihatlari haqida suhbatlashamiz. Mavzuyimiz rejasi turizm rivojlanishining jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy ta'siri, ijtimoiy madaniy jihatlarini aniqlash, o'zbek madaniyatini dunyoga namoyish etishdagi turizmning ta'siri haqida gaplashamiz. Turizm bu dam olish, biznes yoki madaniy maqsadlarda sayohat qilishni o'z ichiga oladigan global sanoat hisoblanadi. Bu iqtisodiy o'sishga, madaniy almashinuvga va xalqaro hamkorlikka o'z hissasini qo'shadi. Ammo turizm ham mezbon jamoalarga chuqur ijtimoiy va madaniy ta'sir ko'rsatadi. Turizmning qandaydir ijtimoiy, madaniy ta'sir ko'rsatmasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Chunki turizm o'zining tabiatiga ko'ra bir madaniyat va kelib chiqishiga mansub odamlarni vaqtincha boshqa ijtimoiy, madaniy muhitga ega bo'lgan odamlar bilan birga yashashga, istiqomat qilishga olib keladi. Bu farq kichik bo'lishi mumkin. Ko'pincha ichki turizmda bo'lgani kabi dialekt, ovqatlanish odatlari va kiyinish qoidalarida mintaqaviy tafovutlar bo'lishi mumkin yoki xalqaro turizmda til, din, kiyim va xulq-atvor qoidalarida tafovutlar bo'lishi mumkin. Ta'sir doirasi juda katta va san'at hamda hunarmandchilikdan tortib shaxslar va jamoaviy guruhlarning asosiy xatti-harakatlari va e'tiqodlarigacha. Ta'sirlar salbiy bo'lishi ham mumkin. Masalan, ta'sir mahalliy ijtimoiy, madaniy e'tiqod va qadriyatlarni yo'qotganda yoki mezbon aholining san'ati, hunarmandchiligi va marosimlari, urf-odatlarini tijoratlashtirish orqali ham bo'lishi mumkin. Sizlar bilan endi turizmning ijtimoiy ta'sirlari haqida gaplashamiz. Ijtimoiy ijobiy ta'sirlari. Turizm jamiyat hayotida bevosita ijtimoiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, u yangi ish o'rinlari yaratadi. Aholi daromadini oshiradi va turmush sifatini yaxshilaydi. Turizm sohasining rivojlanishi transport, aloqa, xizmat ko'rsatish, savdo va qishloq xo'jaligi kabi sohalarni ham o'sishga turtki beradi. Bundan tashqari, turizm orqali aholi o'rtasida muloqot madaniyati, mehmondo'stlik va tolerantlik qadriyatlari shakllanadi. Xorijiy sayyohlar bilan muloqot jarayoni fuqarolarda dunyoqarashni kengaytiradi, xorijiy tillarni o'rganishga va madaniy farqlarni hurmat qilishga rag'bat uyg'otadi. Endi turizm rivojlanishining jamiyatga ijtimoiy salbiy ta'sirlari ham mavjud. Ular narxlarning o'sishi, boy va kambag'allar o'rtasidagi tafovutning kuchayishi, aholining turmush tarziga ta'siri, migratsiya va bandlikdagi nomutanosibliklar, jinoyatchilik va noqonuniy faoliyatlarni ham ko'payishiga olib kelishi mumkin. Turizm rivojlanishining jamiyatga ijtimoiy ta'sirlari haqida gaplashamiz. Bular ikki turda bo'lishi mumkin: bevosita va bilvosita. Bevosita ta'sir turizm rivojlanishi jamiyatga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bevosita ta'sir natijasida yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholi daromadi oshadi, infratuzilma rivojlanadi va xalqaro muloqot kuchayadi. Shu bilan birga narxlar o'sishi, ijtimoiy tengsizlik va turmush darajasi tafovutlari kabi salbiy oqibatlar ham yuz beradi. Bilvosita ta'sir esa madaniyat, qadriyat va turmush tarziga taalluqli hisoblanadi. U milliy an'analarni saqlab, madaniyatni dunyoga tanitish va bag'ri kenglikni kuchaytiradi. Ammo chet el madaniyatining haddan tashqari kirib kelishi, an'anaviy qadriyatlarning yo'qolishi va axloqiy buzilishlar xavfini ham keltirib chiqaradi. Turizmning madaniy ta'sirlari haqida gaplashadigan bo'lsak, uning ijobiy ta'sirlari turizm madaniyatni asrash va uni targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy sayyohlar mamlakatning tarixiy obidalarini, san'atini, milliy urf-odatlarini va an'anaviy hunarmandchiligini o'rganish orqali o'sha xalqning madaniyatini chuqurroq anglaydi. Turizm sohasi rivojlangan sari madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, milliy festivallar va xalq san'ati an'analarini tiklash jarayonlari ham jadallashadi. Shu bilan birga madaniyatlararo muloqot kuchayadi va xalqlar o'rtasida o'zaro hurmat va tinchlikparvarlik mustahkamlanadi. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, turizmning rivojlanishining jamiyatga aynan madaniy ta'sirga salbiy ta'sirlari ham mavjud.
ular madaniyatning tejorlashuvi, xalq an'analari va marosimlari sayyohlarni jalb etish vositasiga aylanib, asl ma'nosini yo'qotishi mumkin. Milliy qadriyatlarga befarqlik. Xorijiy madaniyat ta'sirida ba'zi yoshlar milliy urf-odatlardan uzoqlashishi mumkin. Madaniy nomutanosiblik turli mamlakatlar to'qnashuvi natijasida diniy yoki axloqiy qarama-qarshilik paydo bo'lishi mumkin. Mahalliy aholining noroziligi, sayyohlarning xatti-harakatlari, kiyinish uslubi yoki shovqinli xatti-harakatlari mahalliy aholiga yoqmasligi mumkin. Til va madaniy assimilyatsiya esa xalqaro turizm rivojlangani sari ingliz tilini ustunligi natijasida milliy til va madaniyat kuchini ikkinchi planga tushirib qoldirishi mumkin bo'ladi. Endi ijtimoiy madaniy aspektlarni aniqlashda asosiy ijtimoiy madaniy elementlar nima degan savolga biz siz bilan hozir javob topamiz. Asosiy ijtimoiy madaniy elementlar quyidagilardan iborat. Mahalliy aholining turmush tarzi, yashash sharoiti, oilaviy qadriyatlari, mehnat madaniyati, til va aloqa madaniyatlari, an'ana va urf-odatlari, mahalliy oshxona madaniyati, diniy qadriyatlar va e'tiqodlar, madaniy meros va tarixiy obidalar, aholining sayyohlarga munosabati. Ushbu elementlar turizm jarayonida madaniy almashinuv, ijtimoiy integratsiya yoki aksincha madaniy begonalashuv jarayonlarini aniqlashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Sayohat motivatsiyasi bu insonni safarga chiqishga undaydigan ichki ehtiyoj va tashqi omillar majmui hisoblanadi. Ya'ni odamlar nima uchun sayohat qilishlarini tushuntiruvchi psixologik va ijtimoiy sabablar yig'indisidir. Quyida asosiy sayohat motivlari turlari mavjud. Bular dam olish va hordiq chiqarish motivi, madaniy va bilish motivi, ijtimoiy motivlar, ishbilarmonlik, ya'ni biznes motivi, diniy motivlar, sarguzasht motivi, romantik motiv, ta'limiy motivlar. Xullas, sayohat motivatsiyasi insonning psixologik holati, hayot tarzi, daromad darajasi, madaniy muhit va ijtimoiy ehtiyojlariga bog'liq bo'lib, turizmni rivojlantirish strategiyasini belgilashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Turizm jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Xulosa qilib aytganda, u ish o'rinlari yaratish bilan birga madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga an'anaviy qadriyatlarning yo'qolishi va ijtimoiy tafovutlarning ortishi kabi salbiy ta'sirlarini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun turizmni barqaror rivojlanishida milliy madaniyatni asrash va mahalliy aholini manfaatlarini himoya qilish juda ham muhim hisoblanadi. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.